Yuan Shu zadi kim? U zadi qanday kishi? Endi Yuan Shu kinoda chiqqan vaqtda balkim ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Yuan Shuning ukisi. Bu qandaq ukisi degan vaqtda buni endi o'z ukisi diyolmaymiz. Chunki bular tadbir, ona boshqa akukalar. Unda olgandikanlar bularning orasida ancha-muncha ziyat bo'ldi. Chunki onalar zidiyat sab qo'ydi bularning orasida. Yuan Shu bilan Yuan Shuni surishtirgan vaqtda aka-inilik munosabati bo'lib qolmay, ya'ni daraja bo'yicha bo'lgan vaqtda ikkisininki albatta farq bo'ladi. Yuan Shuningki darajasi sal tuvan bo'ladi. Shuning bilan Yuan Shuningki darajasi tuvan bo'lgandan keyin bu hamda kichikidan boshlab shu o'zini tuvan ko'rish. Bunun pek iğir. Şunun bilen bu daim özünü başkalarına köz tutup koyuşunu, maqtını bilishni, bo'lsa cho'ng ishlarni qilib başkalarına köz tutup koyuşunu çıqaraq o'ylaydi. Kichik vaqtdan boshlab yetilgan xohish. Şunun bilen bunun xohish qanday yetildi desa, bu sel shu Shao Songming deb qo'yibizku. Bunday ilgariroq. Sel ilgari Yuan Shuga qaraganda udul emas. Bir ishlarni udul demaydi. Qursug'i saqlab olib, shunda bir Yelim mikirler bilen ip vardı. Onun için bunun yürüge xel çoğun. Yuan Shuga qaraganda bunun yürüge çoğun. Bu bir işlerini qilishga fitna alaydı. Bu padişah bo'ldi-ku. Bunu dörtlük mü deymiz? Lekin buna yürek ketidi. Padişah deb ataydı o'zini kelgusida. Keyingi filmda so'zlaymiz buni. Undan keyin buningki yana bir Yuan Shudan yuqori yeri nima desa, bu sal aqlliq Yuan Shuga qaraganda. Bununki yelimikir çıqaraq ishlarni ko'proq o'ylashib, o'ziga foydali ishlarni qilishni o'ylaydi. Endi bu Yuan Shu Nanyangninki, Nanyang aymog'ininki aymoq begi. Bu Yuan Shu o'rdiq ketgandan keyin albatta o'rdining ishlari bilan bo'lib, shu Loyangda Ostonada qolib qoldi. Bu Yuan Shu shu Nanyangdagi o'zining yurti bo'lgan shu atrofdagi aymoq begi bo'ldi. Bu aymoq beg bo'lgandan keyin albatta aymoq begi, ya'ni nahiyaning hokimi, cho'ng viloyatninki boshqaruvchisi desak bo'ldi. Buninki huquqimi aksiga surishtirganda yana kichik hisoblanadi. Ammo seriq to'liqlar, ya'ni seriq yaqinliqlar qo'shini paydo bo'lgan vaqtda biz so'zladik, podshoh huquqini tuvanga berib, seriq yaqinliqlar qo'shinini bostirishdi qo'liq hammalarga buyruq tushirib, askar ilonlar o'zinglarni kuchaytinglar degan vaqtda Yuan Shu'mu dal shu fursatdan foydalanib nurg'un askar oladi. Nurg'un qo'shin to'plab bu kuchayib oladi. Keyingi vaqtlardagi ishlar yuz berib, shu 18 gram qo'shini yig'ilgan vaqtga kelguncha, demak bu to'xtamay qo'shin to'playdi, yer egallaydi, zamin setib oladi, ba'zi yerdan besib oladi deganda qilib, demak o'zini kuchaytirib oladi. Endi Yuan Shu qaytib kelgandan keyin Yuan Shu o'zining kuchiga tayanib, urug' tuqqan, yıkılan yıkkan bo'lsa, amaliyotda Yuan Shu allıburun qo'shin hamma narsani tayyor bo'lgan. Chunki shu sharoit buningki shunday kuchayishiga bir zarur sharoitni hozirlab qo'yganda. Yuan Shu'ningki biz boy deganda kichikdan boshlab o'zini kamsitish kuchli bo'lg'achqa bo'lsa o'zini kuchaysam, hech kim meni kamsitadigan, yaratmaydigan ishni qilmasa, hammasi meni cho'ng bilsa deydigan bir xohish bo'lganligi uchun to'xtamay qo'shin to'plab, o'zini zo'raytib, boshqalar o'ziga xo'sh deb bermasa, bo'z yetib berib, tortib deb yerlarni deganda qilib o'zini bek kuchaytirib oldi. Shuning bilan bu 18 taram qo'shin ichidagi ikkinchi cho'ng shu qo'shin jihatdan, kuch jihatdan, yazimin jihatdan cho'ng bo'lgan, kuchli bo'lgan shunday bir pasibonga aylandi degan. Demak, endi Yuan Shu'ningki hikoyasi mana shunday. Bu Yuan Shu bilan Yuan Shu'ningki o'zaro munosabatimi dal bularningki tadbir ana boshqa urug' tuqqanlik munosabati demakchi. Bularning orasidagi dal shu urug' tuqqanchilik munosabati yaxshi bo'lmag'achqa, ya'ni o'zaro bir qarindosh bo'lmag'achqa, keyingi vaqtlarda uning ikkisining mijozimi o'xshamag'achqa, o'zaro o'rk olishib, undan keyin yeleklashib, oxiriga verib, hatto nayzlashib, urushadigan holat yetib ketdi. Buni keyingi filmdan so'zlaymiz. Shunga bu yerdagi odamning yetilgan xarakteri, andan keyin shu prinsiplari muhim degan. Prinsip yaxshi bo'lmasa, odamning tutgan yo'li to'g'ri bo'lmasa, demak,
Oşunda akiyin turupmu azarlaşıp ketadigan işler çıktı. Unda olsa Yuan Shu'ninki hikayesini mushunchalik so'zlab turli. Unda bo'lsa do'stlar film yaragan bo'lsa yurakdan berib qo'yinglar, inkaslarni yozib qo'yinglar, alt-altdan yo'llab qo'yinglar. Filmni cho'qim saqlab olinglar. Chunki filmlar tushib ketish mumkin do'yin tarafidan. Saqlab olib boshqalarga tarqatib qo'ysanglar keyin yani ko'gil bo'ldi. Yani keyingi filmimizda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Liu Guanzhang 3 Akpuk'ni so'zlaymiz. Liu Bei Guanyu Zhang Fei'la tili ilinmag'ili 10 necha qism bo'lib qoldi deyman. Sizlarga so'rab qo'ymadinglar bularni. Nəhayət mühim şəxslər. Bularninki iş izlərini so'zlaymiz. Ya'ni Liu Guanzhang 3'si əməlini tashlab chiqib ketgandan keyin zodi nega bordi, nada yurdi.